Assalomu alaykum. Bugun 15-iyun. Malina terimidamiz. Malinalarimiz holati usti yopilmagan hozircha. Mana bugun ustalar tayyorlashyapti. Tepasini yopamiz. Sortimiz Atlant, lekin meva o'ta ko'p. Mana sizlarga ko'rsataman. Mana holat. Meva xudo xohlasa mana bir yilcha kechga oldik terimga. Lekin o'sha oxirgi qor yoqquncha bo'ladi-da. Mevalarni Toshkentga, Korzinkaga qilib chiqaryapmiz. Birinchi terim anaqa usti yopilmaganiga manaqa ozgincha oftob urib qo'ygan. Ko'ryaptimi? Xudo xohlasa mana shu hafta polniy soya setka bo'ladi. Asha soya setka bo'lmagan hisobiga mana katta bo'lmasa manaqa. Bunday qizarib o'jaligida mana o'sha tortish ham qiyin, chiqish ham qiyin. Mana chiqqanda anaqa burdalanib ketib qoladi. Lekin mana o'sha pastrog'idagi shoxlaridan olsangiz, salqindagilardan ular bemalol hali butun lip etib chiqaradi osongina. Ashuna hisobiga soya setka qilinyapti. Soya setka bo'lgan jarayonlarni ham videoga olib tashlab beraman mana. Endi ko'rsatgan o'zim buni bandi bilan qilyaptimi? Bunday qilsa chiqaradi bu. Ana quyoshda tepasida bo'lganlari mana haligi pishmasdan qatib qo'yganda ular uzilishi ham o'sha qiyin bo'ladi. Sortimiz lekin zo'r. Xudo xohlasa mana eng tagi qismigacha shoxlagan. Tomchilash orqali sug'oriladi. Bular mana bu tomonda basenimiz bor mana. Bizni kuzatib boring. Men sizga bundan da qiziq ma'lumotlar tashlayman.